Qarshimizda 17-maktab yangi avtosalondan sovg'a tushib kelishimiz. Demak, 4 qavatli uylarning 2-etajda avval ham video obzor qilgandik, 310 million so'm chiqargandik. Hozir esa narxi tushdi. Srochni sotamiz 280 million. Ulgurib qoling. Demak, bog'chani ko'rsatib o'tamiz. Yonimizda 1 minutlik yo'l. Ko'rib turganingizdek, market, 17-maktab 2 minutlik yo'l, Yashil dunyo 5 minutlik yo'l. Tashqi taraflarini videoga oldik. 4 qavatli uyning 2-etaji, tashqi taraflari to'liq rishatka bo'lgan. Pod'ezdimizdan chiqib kelishimiz. Buni avval challenge sifatida 310 million chiqargandik. Hozir ham o'sha challenge davom etyapti. Faqatgina narxi tushdi. 280 million so'mga srochni sotamiz. Koridordan kelib kelishimiz. Ikkita bir xil xona, 12 kvadratdan. Bitta spanli, bitta mehmonxonasi, sanozellar birgalikda, Ariston konteynerlar bor. Ko'rib turganingizdek, bu sanozel kafillangan. Yaqinda kosmetik remontdan chiqarildi uyimiz. Srochni pul kerakligi uchun sotilyapti. 2-etajda 4 qavatli uylardan uyimiz 2019-2020-yillar qurib topshirilgan g'ishtdan qurilgan. Demak, bitta xonamiz konteynerli xona, ya'ni katta yo'lga qaralgan, lyustralar qilingan. Katyolimiz o'sha umumiy katyol. Tashqi derazalar rishatka qilingan. Bu esa koridor. Demak, narxini aytib o'tdik, 280 million so'm deb. Bu esa yana bitta xonasi. Ikkilamchiga ham qilib beramiz. Ikkilamchi olaman degan obunachilarimizga. To'g'rimiz esa oshxona. Bog'lanish uchun nomer 99 kodi bilan 716 53 78 raqamlariga telefon qilasiz. O'zbekiston to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqamiz. Chetdagilar WhatsApp ishlab turibdi. Tezda shoshilamiz, ulgurib qoling. Bo'ladigan joyi.